Yoshlik paytlarimizda uyimizga o'rtoqlarim chaqirib kelishsa, dadam kim bu bola, kimni farzandi, namoz o'qiydimi deb so'rasalar, tushunmasdan dadamdan xafa bo'lardim. Bugun bir narsaga aniq ishonchim komil bo'ldiki, qiyomat kunida bir-birlariga dushman bo'ladigan do'stlar bor ekan. Ular bir-birlarini malomat qilib, nimaga dunyo hayotida men Alloh azza va jallaning dinini unutganimda, Allohning dinini menga eslatmading? Nimaga meni fahshga yetaklading? Nimaga meni namozga chaqirmading? deb bir-birlarini malomat qilishar ekan. Men unutishim mumkin edi-ku, sen ham nima uchun unutding deyshar ekan. Va yana shunday do'stlar bo'lar ekanki, bu dunyoda bir-birlarini Alloh azza va jallaning dini uchun va Alloh uchun yaxshi ko'rgan, bir-birlarini yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytargan va qiyomat kunida hech qanday bir soya qolmaganida Alloh azza va jallaning arshining soyasida soyalanadigan. Alloh Qur'onda marhamat qilganidek, ihvanan ala sururul mutaqabilin. Ular bir-birlariga qarama-qarshi qurilgan taxtlarda, surlarda o'tirib, gaplashib dunyo hayotini eslab kuladigan. Ya'ni jannatda ham birga bo'ladigan do'stlar bo'lar. Shuning uchun men bugungi kundagi aka-ukalarga, xossatan yoshlarga eslatma qilib aytardimki, atrofingizdagi do'stlaringizni taftish qiling. Bugun siz ular bilan nima uchun do'st bo'ldingiz yoki ular siz bilan nima uchun do'st bo'lishdi va sizni nimaga chaqirishyapti va nimadan qaytarishyapti? Chunki do'st tortadi jahannamga yoki jannatga. Tanlovni esa siz qilasiz.